أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hayırlı günler, Allah subhanahu wa ta'ala hayırlı turmuşlar nasip etsin. Endi Allah subhanahu wa ta'alaning shu bizga bo'lak ravishda berilgan ulug' ibodat bo'larak belgilangan haj vaqtlarida, haj marosimlarida tamomlandi. Allohning rahmati bizda berida shuni bayram etib qurbonlarimizni inshaalloh biz 3 kun davom etadi. Ya'ni Qurbon hayitining birinchi kuni, ikkinchi, uchinchi kuni. Shul vaqtdan so'ng Alloh subhanahu wa ta'ala bizning shu qilgan barliq izgi amallarimizni qabul etib duo qilamiz. Kuni tuni takbirlar bilan ham endi tag'in da shu ko'rkamlansin uchun, ko'rkam bo'lsin uchun bizga vojib bo'larak, tegishli bo'larak Alloh subhanahu wa ta'ala tashrih takbirlar deymiz endi. Shularni ya'ni har farz namozidan so'ng Alloh taolaning ulug'lovini davom etamiz. Lekin Uraza bitti, Qurban g'ayitlari o'tib ketdi, haj vaqtlari bitti. Adam bolasına har kelasi Urazaga, kelasi hajga qadar o'zini nechik tutmalı, nechik tuturga kerak, nechik shulay yasharga kerakligin Alloh subhanahu wa ta'ala bizga murojaat etib aytadi. Ya'ni har vaqtda da taqvo bo'lamiz. Ittaqulloh deydi. Shusha ikki vaqt orasida taqvo bo'lamiz. Ittaqulloh. Alloh taolaning haram bo'lgan narsalardan tiyilirga tirishig'iz, halal bo'lganına umtilug'iz. Qo'shqonlarini o'targa tirishig'iz, tiyganlaridan tiyilig'iz. Chunki shu vaqtda Alloh taolo sizni ana urazo bilan ko'ngillaringizni nechik nurlantirdi. Bir oy bo'yicha sizni tarbiyaladi-da, shu urazo tutamiz. Urazo tutgan vaqtda Alloh taolaning hatto halal bo'lgan narsalardan da tiyilib turamiz. Ham shulay qildi Alloh subhanahu wa ta'ala ana hojni shu urazo tutgandan so'ng tag'in azrak o'zimizda dard jiydiqda tag'in qardoshlarimiz hojga ketdi. Ular bizning uchun da duo qildilar. Biz de birida ularga qo'shilib shulay duolarimiz bilan shu ulug' ibodatlarimiz bilan Alloh taolaga bütün o'zimizning ishdagi munosabatimizni ko'rsatamiz. Hozir endi kelasi urazoga, kelasi hojga qadar narsa ishlarga deganda albatta eng muhimi shunda. Eng muhimi shu vaqtda o'zingni saqlab turuv. Saqlab turuv chunki bu dunyo o'tib ketuvchi. Bu dunyoda nigina qiziqtira turgan narsalar bo'lsa da ul uzoqqa bora turgan tugul. Ul o'tadi ketadi. Daraja bo'ldi esa bilib tur, bir kun yetar sen darajasiz qolashaqsan. Agar da boy bo'lding esa bilib tur, bir kunni sen bo'lganlikka tushashaqsan. Agar da endi kirisincha sen bo'lganlikda esa boyib ketashaqsan. Agar darajang yo'q ekan, darajali qila Alloh subhanahu wa ta'ala butunisida innalloh yahdi man yasha. Alloh subhanahu wa ta'ala o'zi tilagan kishini tiladi, yo'lga o'zi kirituvchi. Lekin bizdan bir narsa so'rala. Umtulu. Maqsad degan tushuncha bor, ya'ni maqsad Alloh taolaning rizoligini tobu. Niyat degan tushuncha bor, niyatda xayrli bir niyat bilan umtulu. Niyat qildiqda qasd qilamiz. Qasd qilu degan so'z ya'ni maqsadga umtulu. Biz tirishamiz, umtilamiz. Nindi ravishda taqdirda bizga yozilgan. Tartibli bo'lubuz yozilganmi yoki endi tartibsiz bo'lubuz yozilganmi? O vaqtda Alloh subhanahu wa ta'ala o'zi biluvchi, lekin bizning tarafdan niyat qilib qasd qilu kerak. Maqsadimizga umtilu kerak. Niyatladik ko'ngildan yoki til bilan yoki eng xayrlisi ko'ngildan izgi amal qilirga, haromlardan tiyilirga, halallarga umtilirga ham umtilamiz, tirishamiz. Yo'llarini izlaymiz. Alloh subhanahu wa ta'alaga yaqin ayta turgan yo'llarni izlay boshlaymiz. Nechik qo'yan topamiz biz uni? Albatta Qur'oni Karimdan, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatidan, hadislaridan shuni o'rganamiz. O'zimiz o'rgana olmaymiz. Ana hatto endi Abu Hanifa radhiyallohu ta'ala anhu Fiqhul Akbar degan kitobida ayta, ihtiqot masalasida, Alloh taolaga inonu masalasida agarda bir turli og'ir bir so'rov kelib turdi esa, diqqati bir nechta masala kelib chiqdi esa, ihtiqotda, aqida shu masalalarida, ya'ni inonu masalalarida, inanishda. O vaqtda siz agarda onu anlatırlıq darajada g'olim topolmadingiz esa
Şunda iman kitirip, inanıp şunlarga şunu öterge tırışığız, nindi revişte, anlagan revişte. Lakin şundan so'ng sizning ustingizda g'olim topib shuni tuzaytirga, shuni tugal ettirib nishkaliklari bilan o'rganirga deydi. Agarda endi o'rganirga tilamasangiz, shular qoldirdingiz esa, u vaqtda kufrlikka tushdingiz deydi. O'rganirga tilamasangiz. Shunga ko'ra bizda mana shu taqvolikni nishik o'rganamiz, belgilab bo'lgan bir bilimni adamni topamizda, bilimi bo'lgan kishidan, g'olimdan, ahli bid'atdan tugil, adashgan kishilardan tugil. Onlarning belgilarini de şulay ko'rsatilar, i'tiqod kitoblarida da, boshqa kitoblarda da ko'rsatilar. Narsada ular adashib ketdilar, bid'at, ya'ni yangilik bilan yurulari. Narsadan ko'rina, ana eng birinchi bir masala, Mi'raj masalasini keltirib chiqar Abu Hanifa rahmatullohi alayhi fi Qul Akbarda. Narsada qay bir kishilar bor, biz shahid masalan, Isra, ya'ni Makkadan Mescid-i Aqsaga ko'shu Qur'oni Karimda ko'rsatilgan Subhanallazi asra abdahu min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa degan oyati bor. Lekin Mi'raj Alloh taolo qarshina chiqib da Alloh taolo bilan aralashuvi o'rinda bir necha oyat yo'q. Bunsin biz qabul etmaymiz. Bu durust tugil. Bu endi hadis bilan kela oyat bilan naqatilmagan degan kishilar bor, ham Mi'rajni qabul etmaydilar. Alloh taolo qarshina chiqmadi deydilar. Bu masala narsa deydi Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ayta fi Qul Akbarda. Bu kishining bid'atchi ekanligin ham qoti etib adashuvini ko'rsatadi. Mana shu Mi'rajni tanimavi, uni inkor etuvi. Shundan kabi uning ishi bid'atchilardan, ya'ni bir nindidir yangilik kirtirga turishuvchilardan, yoki nindidir bir adashgan kishilardan o'rganmaymiz diniy masalalarni, taqvolik masalalarini, nechik taqvo bo'lirga kerakliklarini. Belgili bo'lgan, o'zining turmushida shu taqvolikni olg'a surdirgan, tajriba qilib turmushida shu taqvo bo'lib yashagan, g'ilmi bo'lgan, shunday kishilardan o'rganamiz, shunday kishilardan so'rov berib, ulardan tegishli javoblarimizni olamiz. Shunga ko'ra, hozir mana Qurbon g'ayitlarida o'tib bitdi. Endi Allohning rahmati kelasi hojlarga, kelasi qurbonlarga qadar, kelasi ro'zalarga qadar nechik yashamak kerak deganda taqvolikqa umtiluv. Alloh taolaning qo'shqoni bilan yashav. Alloh taolaning tiyganlaridan tiyiluv. Alloh taolo suygan bandani suyib, Alloh taolo dushman bo'lgan, Alloh taolaning dushmani bo'lganni dushman tutuv. Şu vakitte yani Allah subhanahu teala nerseni düşman tuttu, küfürlükne, kabahatlikne, yavuzlıkne, yamanlıkne, münafıklıkne, zulümlükne, kişilerin citülerine, bütün şunun işi naşar sıfatlarını Allah teala düşman tutar. Biz de şunu düşman tutarız. Haram bulgan nerseler. Layığında mekruh bulganlarından saklanabız. Halal bulganları bilen yaşarga tırışabız. Sonra Allah subhanahu teala'nın berilgan şu zaman, vaqt degan tushunchasi bilan kelasisine kadar biz Allohning rahmati o'zimizni tarbiyalaymiz. Her gün eng hayırlı bir terbiye narsa, eng birinchisi namoz, 5 topqir namoz, eng hayırlı terbiye. Ondan so'ng Qur'onni o'qiymiz, Alloh subhanahu taolaning qo'shgan shu belgili bo'lgan zikrlarini qilamiz, to'xtovsiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovatlarini aytamiz, salamlarini yetkazamiz. Shunday o'g'anda o'rganamiz, ozgina bo'lsa da, kunni ozgina bo'lsa da, ko'pmi bo'ldiralgancha qadar ilm olirga tirishamiz. Ul ilmni buloygina tugil, uni turmushda tajriba qilamiz, ya'ni qo'llanamiz, amalga solamiz. Şul vakitte takvalığımız payda bula, şul vakitte Allah subhanahu teala'nın suyuklilari bulabız. İnşallah teala bu dünyada da, kelesi dünyada da baxit sa'adatga, baxtiyarlikka erişecekmiz inşallah teala. Her birimizge de Allah subhanahu teala hayır ihsan nasip etsin. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azabennar. Allah.